Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizda anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Farhod Jilonning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Oldimizga bo'ri chiqdi. Bu yaxshilikning alomati. Qadimgi ajdodlarimizni ko'k bo'ri nijotlik yo'liga boshlab mangandek ish bo'ldi. Endi safarimizning qutuq bo'lishida shak yo'q. Topqaç degan topqaç, biz degan turk. Bizning o'zimizdan tutgan yo'limiz bor. Bizning e'tiqodimiz boshqa. Padişahimiz Sozun Alilri o'zining orzuli qizini sizlarga yotliq qilish orqali do'stligimizni yanada kuchaytirmoqchi bo'ldi. Tangri o'g'li Xanshenzunga bo'lgan cheksiz sadoqatimiz bilan jon familiyaliklar jamiyatini yo'qitib, o'rnini qutqizish uchun yurish qilyapmiz. Ushtum to'rt qirg'izlar kelib qoldi. Biz qo'shinlarimizni birlashtirib jangga chiqaylik. Hozirgi birinchi ishimiz jang qilish. Endi nega boramiz? Endi O'rxun bo'ylariga ketaylik. Uyg'urlarning orasiga boraylik. O'rxun daryosining sup-suzuk suyi. Daryoning ikki tarafidagi yop-yeshil edirlar. Ularga yiroq ufqda jipslashgan ko'k osmon. Oq bulutlari o'zaro moslashib, ajoyib go'zal, ajoyib sehrli manzarani hosil qiladi. Edirlar aralarida san-sanoqsiz yilqilar uyur bo'lib o'tlab yurishadi. Boluq o'sib ketgan o't cho'plar ustiga ishiklari kun chiqishga qaratilgan hayvatlik 3 yipak chidir tiklangan. O'ttirdagi chidirning oldiga oltin ranglik bo'ri beshining shakli tushirilgan ko'k bayroq tikilgan. 3 chidirni cho'ritib har xil ranglardagi 9 tog' bog'langan edi. Qo'tasining quyruqlari, burkutning qanotlari mo egiz xadilarga esib qo'yilgan. Atrofda uzun nayza tutgan qo'riqchilar oylanib yurmaydi. Chidirlar oldidagi o'tloqqa tanglamat, gilamlar silingan bo'lib, shaman, baxshilar va ularning udulida Uyg'ur elining oqsoqol mo'tivarlari go'ng'ir-mo'ng'ir paranglashib o'tiradi. Hamma alomatlardan bugun bu yerda cho'ng murasim o'tkaziladiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. So'l tarafdagi chidirdan Bayonjur al-Atmish belga qog'an chiqib keldi. U oq kirgan chochlari ustidan qizil ranglik yaltiroq yipak yog'liqni chekilab tengib olgan. Qo'yoq o'sgan chor soqoli siliq taralgan bo'lib, uchsiga sirq gullik beg'irrang tovartun. Putlariga ushluq yangi qari o'tib kiygan edi. Umuman uning butun turqidan bo'libmi bugun alohida tantanalik tus olgan chiroyidan bo'lg'usi murasimning muhimligi, jiddiyligini qiyos qilishga bo'ladi. Shamanning udulidagi naqshli gilamda qatori o'ltirishgan 3 xonzoda va 9 buyruq darrov o'rinlaridan turishib qog'onga hamroh bo'lishdi va ularning hammasi birlikda o'ttirdagi eng hayvatlik cho'ng chidirga kirishdi. Gullik yopiqi bir chetga qayirib qo'yilgan chidir ishikining yenida turgan o'rda kotibi tupak olib shul yog'laqar shamanning orqa tarafida turgan otliq chaparmanga qo'lini bulanglatib to'ladi. Endi kelsin! Chaqirib kel! Yosh chaparman uchqur qo'li org'imiqini quyundek chapturgan beti neridagi edirlar ichida g'oyib bo'ldi.
Shuningdan keyin tupak olib shul gilam ustidagi eyiq terisida chaza qurib, xuddi qotirib qo'yilgandek qimir qilmay o'ltirgan shamanning oldiga kelib tizlandi. Endi Gulxonni yoqsaq bo'ladi. Qo'yiq changi soqolliq shaman uzun to'nining pashlariga putlashib, usti beshig'i esib o'tilgan har xil qo'ng'uroq, tush qadoqlarni sharaqlatib o'rnidan qopdi. Qo'y terisidan jilikka kiygan bir mulozim lovuldab kuyib turgan mash'alni uningga berdi. Shaman mash'alni qo'liga elib, qog'an kirib ketgan cho'ng chedirning eshik oldidagi maydonga quruq shahlarni ratlik tizib tayyorlab qo'yilgan gulxonga o't yoqdi. Quruq shahlar charaslab kuyishga boshladi. Mehmonlar kelishdan burun o'rda oldi paklansin. Changi soqolliq shaman o't yalqinlarga qarab nimalarnidir pichirlig'ili turdi. Qatar tizilib o'ltirishgan baxshilarmu boshlarini ritmli qilingshitib, urgandek bo'g'iq sado chiqarib, hum deb qo'yishadi. Gulxon o'ti ulg'ayib, uchqun chachratib, gurildab kuyishga boshladi. Mulozimlar Gulxonga vaqti-vaqtida o'tin tashlab, o'tni yanama ulg'aytib turadi. Baxshilar o'rinlaridan turishib, dab-tumboqlarni daranglatib, Gulxon atrofida aylang'ili turdi. Shaman harakatga keldi. U butun badanini silkib, titratib, jin qo'g'lash usulini o'ynag'ili turdi. Gulxon yalqinlari egiz ko'tarilib, lovuldab kuymaydi. Baxshilar o'zini unutgan holda kuch bilan urayotgan dab-tumboqlarning sadosi avjiga chiqdi. Shamanning harakatlari borgan sari jiddiylashdi. Ay posiq jin alvastılar, bu yerdan ketinglar, yiroqlarga ketinglar. Ketinglar, tez ketinglar. Bo'lmasa quyruqinglarga o't yoqimiz, o'tga tashlab o'rtaymiz, o'qya bilan otimiz, qilich bilan chopimiz, nayzi bilan sanjimiz. Darhol ketinglar. Mo'tivarlar va shu yerda taq bo'lib turishgan qo'riqchilar o'rinlardan sakrab qo'pishdi. Ba'zilari har yonga qaratib o'qyallardan o'q uzishdi. Ba'zilari qilich va nayzlarni egiz ko'tarib hayva qilishdi. Shaman qo'li bilan nalarnidir ko'rsatib tantanalik xitob qildi. Ketdi, jin alvastılar qochdi. Betikchi tupak olib shul o'tirg'i chiqib qo'lini ko'tardi. Endi jin bo'layli. Jin alvastılar yo'qoldi. Mehmonlar kelsin. Hammaylan jin bo'lib, yiroqdagi edirliqlar tarafga ko'z tikdi. Bir to'p otliq bu yerga yiqilib kelyotdi. Tabg'ashlar keldi. Ularni o'rib odatimiz bo'yicha kutib olayli. Dedi yana tupak olib shul. Ang oldi bilan choparman yigit etini quyundek chaptirib kelib, betikchiga ma'lumot berdi. Buyruqqa binoan buyuk tong davlatining elchilarini boshlab keldim. Ular jami 9 odam. Elchilar Uyg'ur qo'riqchilarining hamrohligida kelib otdan tushdi. Katib ularning oldiga berib salomlashdi va o'zini tanishtirdi. Peqir, Shavkatlik Bayonchur Al-60 belgi qolganning to'liq huquqli vakili tupak olib shul yog'laqar bo'lurman. Qimmatlik tovar durdullarga purkinib, boshlariga har xil amal bo'klarini kiyishgan topg'ach elchilari adab bilan kulimsirab ta'zim qilishdi. Qo'llarini juplab ko'tarib, hurmat bildirishdi. Ularning shalong soqolliq, qiyshiq ko'zlik chiroylaridan qizg'inlik, do'stonalik ifodasi chiqib turadi. Bu 9 elchining ichidagi birining chiroyi boshqacharoq edi. U o'ttiri bo'y, diqmoq kelgan odam bo'lib, qora qoshliq, ko'zlari yo'g'on, quyuq o'sgan qo'ng'ir saqlig'i oq sanchilgan. Peshqadam harbiylarga xos surlik ko'rinadigan kishi edi. U elchilarning oldiga o'tib, tupak olib shulga yaqin keldi va sop Uyg'ur tilida so'zladi. Biz buyuk tong davlatining podshohi, Tangri o'g'li Tansuzun oliylarining alohida havola qilishi bilan Al-60 belga Bayonchur qog'onga salom berish uchun keldik. Qarshi olamiz, xushallik bilan qarshi olamiz.
Bu zat qog'onimizning qudisi. 2-xonzoda degan qutlug' Tarqonning qiynatisi muhtaram Barg'ut Xuyun bo'ladi. Shaman ko'zlarini qisib, Barg'ut Xuyunga zan selib qaradi va alohida bir xil jiddiy qiyofatda ikki qo'lini egiz ko'tarib, unlik xitob qildi. Ular yiroqdan keldi. Ularga yo'l bo'yi nurg'un jillar choplashib olgan. Ularni piri o'ynatib, jillarini o'tda ko'ydirish kerak. Barg'ut Xuyun kulimsirab, sipoyilik bilan e'tiroz bildirishga urinib baxdi. Men qog'amning qudisi, piri o'ynash hojatsiz. Biz hammamiz do'stlikni, ittifoqlikni qadrlab, yaxshi niyat bilan keldik. Tobg'ashlarda piri o'ynaydigan odat yo'q. Shaman nasihat qilgan talaffuzni tushundirdi. Sen bizden e'tiqodimizni bilmaydikansan. Chin olvoslarni ko'rolmaysan. Shamanlarning qudratiga ishonmaysan. Piri o'ynatmay turib, qog'onning oldiga hech kimni kirgizmaymiz. Barg'ut Xuyun bu gaplarni o'zining yenida turgan xonzoda Li Chingsayga tarjima qilib berdi. Tang Suzungning cho'ng o'g'li Li Chingsay soqol burtlari to'liq chiqib bo'lmagan oq pishmoq muloyim ko'rinadigan yigit edi. Holbuki u yosh bo'lsa-mu siyosiy sazkurligi yetilgan, munosabatga diqqat qiladigan ehtiyotchan amaldor edi. Shuning uchun podshoh Tang Suzung bu qitimqi muhim vazifaga mushu xonzodani mas'ul qilib avatgan edi. Xonzoda Li Chingsay shamanga takalluf bilan beshini lig'ishtib kulimsiradi. Ma'qul. Aytganingizda qilayli. Biz har qaysi qabila toifalarning urf-odatlariga hurmat qilamiz. Shaman elchilarning atrofidan oylanib, qo'ng'iroq va qadoqlarini sharaqlatib, ba'zida pichirlab, ba'zida un silib, jin qo'g'lash usulini o'ynab chiqdi. Baxshilarmi elchilarni qo'rishib olib, top-tumboqlarini taranglatdi. Ondan shaman elchilarni qator tizildirib, gulxan atrofidan 9 qitim oylandirdi. Shunday qilib, yiroqdan kelgan mehmonlarning jinlari qo'g'lanib, vujudi poklandi. Endi kirsanglar bo'ladi. deb ijozat berdi shaman qo'li bilan chedirni ko'rsatdi. Li xonzoda ko'rsatilgan o'tirdagi cho'ng chedir tarafga qadam tashladi. Endi yana bir rasmiyat bor. Urf-odatimiz bo'yicha qog'on bilan ko'rishmoqchi bo'lgan har qanday odam oldi bilan bayroqqa ta'zim qilish kerak. Elchilar qog'on chedirning yeniga tikilgan bo'ri beshining oltin rangli shakli tushirilgan ko'k bayroqqa cho'nqur egilib 9 qitim ta'zim qildi. Katibchi tupak olib shul chedir ichiga kirdi. Mehmonlar pakilib bo'ldi. Kirson. Katib yenib chiqib, elchilarga chedir ishkini ko'rsatib, qo'l ishorasi qildi. Marhamat. Oldida xonzoda. Uning keynidan boshqa elchilar chedirga kirdi. Chedir ishkining udulidagi to'rga uyul serq oltindan yasalgan hayvatlik taxt qo'yilgan bo'lib, uningda al-atmish belga bayonchur qolgan chasa qurib o'ltiradi. Uning soqol burutlari, shalonlashgan chashlari oqirishga boshlagan bo'lsa-mu, bo'y basti mukchaymagan edi. O'skilan qoshlari ostidagi qo'y ko'zlari bahodir lochi mag'rurlik bilan qaraydi. Xuddi shundaqla qimmat baholiq yipak to'llarni kiyishib, uzun chashliq boshlarini qizil yog'liq bilan tengishgan 3 xonzoda, 9 buyruqlar taxtning ikki tarafidan o'rin elib, gilam ustida qatori o'ltirishadi. Elchilar qog'onga salom berib, ikki qo'lini juplab ko'tarishdi. Marhamat qadrlik mehmonlar. Qani, o'ltirg'aysizlar. Xonzoda va elchilar o'ltirishdi. Ularning ichida faqat Barg'ut Xuyunli o'ltirmadi, balki xushtabassum bilan taxt tarafga qadam tashladi. Al-atmish belga qolganmi taxtdan tushib uning oldiga keldi. Qudilar ayrim ko'rishib olayli. Ular quchoqlashib, mag'zini yiqib ko'rishdi. Bayonchur qog'onning ikkinchi o'g'li edigan Qutlug' Tarqonmi darhol o'rnidan turib, ularning oldiga keldi va Barg'ut Xuyunga ta'zim qildi. Qut bo'lsin, hurmatli ota. Qut bo'lsin o'g'lim. Ular o'zaro tinch omonlik so'rashdi.
Ularga qarab so'rindikilar rozimanlik bilan kulimsirab bir-biriga qarashdi. Qag'an yana taxtga chiqib o'tirdi. Barg'ut xo'yin bilan Qutlug' Tarqanmu o'z joylaridan o'rin elishdi. Suhbat boshlandi. Xonzoda Li Chingsay so'z boshladi. Buyuk peshvoyimiz Li Yuan Tang sulolasini tiklagandan keyin O'ttira Tuzlan rayonini markaz qilib, yiroq yaqindagi har qaysi qabila toifalarni birlikka keltirib, jahonda tangdossiz qudratli davlatni borliqqa keltirgan edi. Podshoh Li Shiminning davrida Tang sulolasi o'zining eng gullangan davriga qadam qo'ydi. Elni idora qilish ishlarida bir qator islohot elib berib, iqtisod va madaniyat qurilishi tez rivojlandi. Davlatning harbiy kuchi mislsiz darajada zo'raydi. Buyuk Tang davlatining ta'sir doirasi Xilongjang vodisi va Koreyadan tortib Yettisu va Dovon yerlarigacha kengaydi. Hech qanday tashqi dushman Buyuk Tang davlatining qudratiga teng keladigan emas. Lekin ishki malamanchilik yomonkan. Fanyang, Lingwu, Xidong oymoqlarining Hiravuli Anlushan Tang sulolasiga osiylik qilib to'polon ko'tirdi. Xibey, Xinan, Shanxi qatorliq joylar malamanchilik ichida qoldi. Podshoh Tang Xuanzong ostonidan chekinib chiqib, Sichuanda panohlandi. Navbatda xonatam Tang Suzong taxtga varislik qilib, Anlushanga zarba berish tadbirlarini tuzmoqda. Ammo igilik ig'ir darajada vayron bo'lgan. Davlatning harbiy kuchi parchalangan. Nurg'un yerlar to'polonchilarning qo'liga o'tib ketgan sharoitda turli qiyinchiliklarga duch kelyapmiz. Hay, bu Anlushan degan to'polonchi shuncha kuchlikmikan? Ha? O'ttira Jungodagi ko'p qism yerlar uning qo'l ostiga o'tib ketdi. Hozir davlat qo'shinlari Gozi sang'unining qo'mondonligi ostida qattiq jang qilayotgan bo'lsa-mu, bir muncha askariy qismlar to'polonchilar tarafga o'tib ketgan bo'lg'achqa, ularga taqobil turish tez bo'lyapti. Shunga xonatam Tang Suzong Peqirni shavkatlik Bayonchur Qag'on bilan ko'rishishga avatdi. Biz o'zaro burundan tortib yaxshi munosabatda bo'lib kelyapmiz. Shunga beshimizga kun tushganda do'stlarimizni asladik. Xonatam Tang Suzong hurmatli Bayonchur Qag'ondan qo'shin chiqarib, bizga yordam berishni so'raydi. Bo'ladi. Men qo'shilaman. Bugun suhbatimiz mushagicha bo'lsin. Ata bosh qo'shib, aniqlashga tegishli ba'zi ishlarni so'zlashib olaylik. Süp-süzük Orxun daryosining bo'yidagi yeshillikda yig'ilgan xalqning chekini zodili ko'rgili bo'lmaydi. Ishqilib, mushu Orxun vodisiga joylashgan yaqin atrofdagi chorvachilar ot, tuga, o'kizlarga minishib yoki egiz chaqliq ko'tak horvillarga o'ltirishib bu yerga kelishgan edi. Erlar, ayollar, qiyrilar, bolalar hamma yerda to'p-to'p bo'lib yurishadi. Bu mix-mix odamlar Bayonchur belga qog'onning bargohini yerim oy shaklida qo'rshab turgan edi. Ular ishiklari kun chiqishga qartib tikilgan yiliqi uchchung yipak chidirga hurmat bilan qiziqsinib qarashadi. Texumi neredagi tuzlangda minglagan otliq askarlar jasurani sap tortib turadi. Uch chidirning ishik oldidagi keng maydon bo'sh qoldirilgan. Shu maydonda shaman baxshilar, o'rda amaldorlari, mulozimlar alohida bir xil tantanali ko'rinishda sukut qilib turishadi. Ularga yiroqdan ko'z tikib turgan xaloyiq toqatsizlanib o'zaro so'zlashadi. Hey, ular nima qilyapti? Qurbonlik qilishga tayyorlanyapti-da. To'g'ri, bundoq cho'ng urushga qo'shin avatish oldida qurbonlik qilib qon oqqizmisi bo'lamdi. Darvaqa shu asnoda qo'y terisidan shalvur, jilitga kiyib boshlariga ko'k, yeshil shoyi yog'liqlarni tengib olishgan chakarlar neridagi edirliqdan 7 oq ot, 7 qo'shqarni haydab kelishdi. Maydonning o'ttirisiga taqlab qo'yilgan yo'g'on gulxanga o't yiqildi.
Baxshilar dop-dumboqlarini taranglatdi. Shaman gulxonni aylanib peri o'ynag'ili turdi. U hadab ikki qo'lini asabiylik bilan osmonga so'zib, yuqori ovozda xitob qiladi. Ey ko'k tangri, bizga madad bergaysan. Ey ko'k bo'ra, qo'shonimizni yengish yo'liga boshlagaysan. Baxshilar uningga do'st tortishib toplarini texmi kuchab urishdi va uzun chashliq boshlarini keyniga tashlab bir ig'izdan to'lashdi. Muqaddas o'may onimiz, bizga mehr shafqatini ko'rsatgaysan. Yer suv ilohlari qo'shonimizga yengish baxtini ato qilgaysizlar. Atrofda turgan buyruq amaldorlarmi va ayni cho'chak afsonalardagi cheksiz qudratli devalardek hayvatlik nari tortishdi. Ey ko'k tangri! Ey ko'k bo'ra! Chakarlar bilan qullar ot va qo'shqarlarning putlarini qil orqanlar bilan bog'lab yiqitishdi. Shaman ikki qo'lini osmonga so'zib yana varqiradi. Ay muqaddas ruhlar, sizlarga atab qon oqquzdiq, qabul qilgaysizlar. Qo'shonimizni balo qazodan saqlagaysizlar. Chakarlar o'tkir pichoqlar bilan ot va qo'shqarlarni bo'g'izladi. Shaman va baxshilarning usullari avjiga chiqdi. Chakarlar va qullar bo'g'izlangan ot va qo'shqarlarni ha-hu deb ko'tarishib, qolgan chidirlarning atrofiga tizib yotqizishdi. Shuningdan keyin o'tturdagi chidirdan bayonchur al-atmish beliga qolgan 3 xonzodani tobg'ach elchilarni agashtirib chiqib keldi. Cho'qon surallar besiqdi. Qog'anning xos otbaqori uzun putluq, xos bo'yin oqboz arg'amoqni tizginidan yetilab elib keldi. Xonzodalar qog'an otisini yo'lab shu arg'amoqqa mindirishdi. Tabg'ach elchilari, Uyg'ur 9 buyruqlar va 3 xonzodamu o'z otlariga minib qog'anning keynidan mangdi. Ular daryo bo'yidagi tuzlangda sap tortib turgan Uyg'ur qo'shinining oldiga kelib to'xtadi. Al-atmish belgi qolgan ot ustida bir qo'lini egiz ko'tarib jangchilarga murojaat qildi. Ey botir shunqarlarim, sizlar hozir tabg'ach iliga yordam berish uchun borsizlar. Tabg'ach qo'shiniga zich moslashib, qahramonlik bilan jang qilib, Al-O'shanga qoqshatqoch zarba beringlar. Berishinglar kerakki, Al-O'shan tabg'achlarningmi ham bizningmi o'rtaq dushmanimiz. Shunga Al-O'shan to'pilingini bostirsak, tabg'achlarningmi ham o'zimizdingmi bexatarligimizni kapolatga ega qilgan bo'lamiz. Ko'k tangri sizlarni o'z panohida saqlag'ay. Ko'k bo'ri sizlarni g'albiga boshlaydi. Bizni hech kim yengolmaydi. Ko'kda tangri, yerda biz. Uzun neyse, o'tkir qilish bilan qurollangan minglagan chavandoz azimatlarning ko'kraklaridan jang shuori go'yoki yanartaq portalagandek etilib chiqdi. Ko'kda tangri, yerda biz! Bayonchur qag'an amdi o'z yenida turgan cho'ng o'g'li Qutlug' Yabg'uga murojaat qildi. Bu shonli qo'shinni sana topshirdim. Tupak olib shulmo sen bilan birga bordi. G'alba bilan qaytib kelishinglarni tilayman. Bo'y basti pakarroq bo'lsa-mu, yelkinlari kang bo'lib, boturlik va qaramliqdan o'xshashli donqi chiqqan Qutlug' Yabg'u intayin jangovar qiyofatda safarga otlanishga oldirab turadi. Xotirjam bo'ling qag'an ota. G'alba qilmog'icha hargiz yonmayman. O'tgangi qitim Qitollarga yordam berish uchun borganda, u Al-O'shan degan osmonga peshvo otadigan ko'rang bilan puxodan chiqdidak so'qisholmay qaytib kelgan edim. Endi bu qitim uningga haqiqiy boturlarning qandoq jang qilganligini bir ko'rsatib qo'yaman. Qag'an rozimanlik bilan beshini irg'itdi va keskin talaffuzda buyruq berdi. Otilinglar! Jang dumboqlari gumburladi. Qonay burg'ularning so'zilib chiqqan sadosi yangradi.
Cho'ng Xonzoda Qutlug' Yabg'u qo'mondonligidagi Uyg'ur qo'shini 9 nafar tobg'ach elchisini birga elib, janub tarafga ilgirlab ketdi. Bayanchur al-Atmish belga qolgan va boshqa uzatquchilar qo'shinning keynidan uzoqqicha qarab turdi. Uyg'ur qo'shinining egiz ko'tarilgan bo'ri bayrog'i borgan seri ufqqa yiqilib, O'rxun bo'ylaridan yiroqlab ketmoqda edi. 11-bob Ko'k bo'ri izidan. Qutatmish An-Lushan qo'shinining zarbisidan omon qolgan 10 necha chavandoz bilan birga qechib, O'rxun bo'yiga oz qolganda yiroqdan kelayotgan zo'r qo'shinning qarisi ko'rindi. Uyg'ur qo'shini! Dedi Qutatmish ufqni to'sib chiqib kelayotgan minglagan chavandozlarni ko'rsatdi. Darvaqa bu Xonzoda Qutlug' Yabg'u qo'mondonligidagi o'ttiri jungoga yurish qilg'uvchi qo'shin edi. 20-30 yosh chavandoz sapdan ayrilib chiqib otlarini tez choptirib keldi. Nima odamsizlar? Nega ketyapsizlar? Biz Chang'andan kelyapmiz. To'polonchilar hammani besib ketdi. Chang'anliklar ahvolni tafsiliy so'zlab tushuntirguncha butun qo'shin bu yerga kelib bo'ldi. Qo'mondon Qutlug' Yabg'u o'zining oldidagi bu echirqab, o'riqlab qaridab ketgan kishilarga bir qo'ri qarab chiqib so'radi. Endi nega bormoqchisizlar? Sizlarga qo'shilib, to'polonchilarga qarshi jang qilamiz. Bo'lmaydi. Bizning bu qo'shinimiz maxsus tarbiyalangan, xillangan, zarbidor qo'shin. Boshqa odamlarni qabul qilishga bo'lmaydi. Amsa qanday qilamiz? Sizlarga panoh beramiz. Mo'shiyalarda tirikchilik qilsanglar bo'ladi yoki tabg'ashlarning boshqa shaharlarga ketsanglarmi mayli. Qutlug' Yabg'u shu gap bilan etini deyotdi. Bu chaqda Qutatmish ishtik kelib uning oldini to'sdi. Ulug' Yabg'um, meni tanimidingizmi? Bultur, An-Lushanning qo'shini meni tutqun qilib ketayotganda, siz qo'shin tortib kelib, meni qutqizib qolgan edingiz. Bultur demsan. Shundoq, Bultur, siz qitallarga yordam berishga chiqqanda. To'g'ri. Endi esimga keldi. Sen shu chaqda biz bilan O'tokanga qaytib ketgan emasmiding? Nada yurib bularga qo'shilib qolding? Qutatmish beshidan o'tgan voqealarni qisqacha so'zlab berdi va oxirida o'zining iltimosini aytdi. Meni qo'shinga qabul qiling. Men kichigimdan O'tokanda qo'ral ishlatib, o'q qilib cho'ng bo'lgan. Yaramliq jangchi bo'la olayman. Ma'qul. Ko'ni tonishlab uchirishib qoptiq emasmi? Menmo O'tokan bag'rida o'sgan. O'tokan kishilarining jangovar bo'lganligiga ishonaman. Sapki qo'shil Batur yigit. Kuz havosi kundan kunga yiqilib kelayotgan qish faslining sovuq iqimini chillab kelmoqda edi. Osmonda to'p qora bulutlar yomg'irdan bishorat berib, tadrijiy qo'yuqlashmoqda. Jangchilar boshlariga qo'y terisidan tikilgan ushliq talpaklarni, po'lat sovutlari ustidan et, sug'ur, tulki terilaridan tikilgan kepinak to'llarni kiyib olishdi. Yer yuzida o't cho'plari sarg'ayib ketgan bo'lib, bulutliq osmonda issiq balboq qushlari to'pi bilan janubdagi sovuq bo'lmas yerlarga ko'chmoqda edi. Qovul oqboz arg'amoqni mingan Qutlug' Yabg'uga xuddi shundoqla oq ot mingan Borg'ut Xo'yin yondashib kelyotdi. Fenjiang aymig'iga ozli qoldik. Tansuzong oliylari bizni shu yerda kutmoqchi. Ularga so'ngdishib kelayotgan masihatchi tupak olib shul etining qadamlarini tezlatib, Qutlug' Yabg'uning yana bir yenig'i o'tdi. Amsa, mush yerda to'xtab bargoh qurayli. Shundoq qilayli. Qo'shin to'xtadi. Otlarga tushak selinib, chidirlar tikildi. Atsi deganda topg'ashlarning 9 elchisi tupak olib shul yig'loqarning hamrohligida 100 nafar qurolliq chavandozning muhofazat qilishi bilan Fenxiang oymiqiga yurib ketdi. Qutlug' Yabg'u o'zi uchun tikilgan qizil tovar chidirdan gilam ustiga qo'yilgan iyiq terisiga o'ltirib, chopar mallaga buyruq qildi.
Heliqi Qutatmish degan o'to'kallik yigitni chaqirib ko'r. Qutatmish buyruqi binoan chedirg'i kirib, so'sar tomoq, bulg'un juvi kiyib o'ltirgan qo'mondan oldida gektis bo'lib o'ng qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Ha, o'ltir o'to'kallik yigit. Qutatmish bosh qo'mondanning o'zini nima uchun chaqirganligini pamlayolmay, o'ng'aysizlangan va sal jiddiylashgan holda o'ltirdi. Ikki mulosim kirib ularning oldiga dasturxon soldi. Pishirilgan go'sht, bir ko'zi may keltirildi. May ichamsan? Yo'q, ichib boqmagan. Amsa, bugun ichib boq. Bu yaxshi narsa. Qutlug' yobg'u oldidagi jonon chinilarga o'z qo'li bilan may qo'ydi. Icha. Yo'q, rahmat. Men doim bo'za, qimiz ichatdim. Bundoq mayni ichib boqmagan. Ha? Men bergan mayni ichmamsan? Qutatmish mayni ichivatdi va qoqilib, yutilib ketdi. Belli, mana bu ishing yaraydi. Qutatmishning beshi yenikkina aylandi. Uning qorg'inligi yo'qolib, xushallik va rohatlanish his qildi. U qo'mondonga ma'nisiz hijib qaradi va kumush degandagi yo'g'on bir parcha go'shtni elib g'ojilg'ili turdi. Bu qaltis isilmay. Bilamsan, bu mayni heliqi tabg'ach elchilari akagan. Ular qolgan otamga nurg'un qimmatlik sovg'a salomlarni elib kelibdi. Men otamdan mushu bir ko'zi mayni so'rab olgan edim. Ular yana ichishdi. Mayxo'rlikda odamlar osonli chiqishib ketadi. Keyipchilikda yosh farqimi, ijtimoiy o'rinlarning yuqori tuvanligimi unutilib ketadi. O'ttirdagi har qanday to'siq fasllar buzib tashlanadi. Suhbatdoshlar intayin ko'ngilchak, mehribon bo'lib ketadi. Kishilarning may sharobni shuncha orzulashidagi sabab ana shuningda bo'lsa kerak. Sen Alloshanga askar bo'lib, Fanyangdan loyang'ichi berib tikansan. Shundaqmi? Buni o'zing aytgan eding. Ular meni majburiy askarlikka tutib ketishgan. Bilaman. Men sendan so'ramoqchi. Menga javob ber. Allushaning qo'shoni qandoq ekan? Ularning jangovarligi bormi ekan? Jangchilari yaxshi urishamdi ekan? Rost gap qilaymi, yolg'onmi? Rost gap qil. Men yolg'on so'zlaydiganlarni kechirmayman. Amsa rost gap qilay. Tabg'ach qo'shoni ularning bir qitimliq hujumiga bardoshlik berolmay, tir-piram bo'lib ketdi. Allushanning askarlari karomat qaysarlik bilan jang qiladi ekan. Ularning intizomi qandoq ekan? Ular intizomni intayin qattiq tutadi ekan. Barliq ish harakati intayin tartiblik. Qo'shin ichida Allushanning nopoz bormi? Jangchilar Allushanni avliyodek biladi ekan. Uningga qarg'ulachi cho'qinadi ekan. Qutlug' yobg'u beshini to'van selib, cho'nqur xiyolga cho'mdi. Birdamdan keyin u uzun chashlarini silkib, beshini keskinlik bilan ko'tardi. Hammasi quruq gap. Ular har qancha qutursa-mu, bizga tang kelalishi mumkin emas. Shundoq, albatta. Qanchalik nimalar edi u? Mana men heliqi Masmadir degan munofiqni o'z qo'lim bilan tutib kelib qissas olman. Qutlug' yobg'u qo'shumisini turib, qo'li bilan eshikni ko'rsatib buyruq qildi. Amda chiqib ket. Mas bo'psan. Qutatmish o'rnidan tasda qo'pdi va Masmadir deganni, odar qiz deganni deb kelmas xudon shig'inicha chiqib ketdi. 2 kun o'tdi. Havo ochiq bo'lsa-mu, shimol tarafdan sovuq shamol so'qib turardi. Xonzoda Qutlug' yobg'uning qizil chidiri oldig'i tiklangan bo'ri bayrog'i kang echilib lapildamaydi. Xonzoda o'z chidirining kun chiqishiga qartilgan ishigidan chiqib, ufqdan naysi bo'yi o'rlab chiqqan qizil quyoshga ixlosmanlik bilan iltijo qilish nazarda qaradi.
bir kunlik ishni boshlashdan burun quyoshga chin dilidan sig'inishi kerak. Quyosh ulug'dir. Quyosh yorug'likni yaratquchi va hayotlikni qo'g'dug'uchidir. Kishilar atiganda turib yuzini quyoshga qartish orqali hurmat bildirmay, aksicha quyoshga ta'tir qarab tursa, el ichidan xushallik ko'tarilib, falokat bosadi. Qutlug' yabg'u quyoshning ulug'ligi va qudrati haqida ana shundoq mulohiza qilib turganda, janub tarafdan qattiq do'pirlab yiqilishayotgan ot tuyoqlarining tevishlari anglandi. Xonzoda burilib shu tarafga qaradi. Yosh choparman uchqur arg'amoqni bo'lishiga choptirib kelyotdi. Tüpek olib shul yag'laqar hazratim, tabg'ach qo'mondonni boshlab kelyotdi. Degandek, hayol bo'lmay yiroqdan kelayotgan bir to'p otliqlar ko'rindi. Nasihatchi Tüpek olib shul tong sulolasi qo'shinining bosh qo'mondoni Goziyi Sang'unni boshlab kelgan edi. Qutlug' yabg'u o'z navkarlarini otlantirib sapga turg'izdi va o'zimi oqboz etig'i minib sap oldida bayroq ko'tarib turgan jangchining yeniga kelib to'xtadi. Goziyi Sang'un Orxonlik xonzotining o'zini mundaq hurmat bilan qarshi olganligidan mamnun bo'ldi. U navkarlar sepining oldiga kelib otdan tushdi va qasraqsimon po'lat savutni sharaqlatib, shamolda lapildab turgan bo'ri bayrog'iga ta'zim qildi. Bizning urf odatlarimizni biladi ekan, deb mamnuniyat bilan o'yladi Qutlug' yabg'u va otdan tushdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jilanning O'rxun shajarasi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Tang padişahlari Uyg'urlarning elchilarini ajoyib dog'dug'uloq bazmi ziyofatlarni o'tkazib kutib oladi. Biz hozirmi shunday qilamiz. Shunday bo'lgandan keyin sizlarmi bizning may sharoblarimizni qong'icha ichinglar. Men Fanyanga borgan, u tarafning yo'llarini obdan bilaman. Shunga qarmoq qo'shinga yo'l boshlig'ichi bo'lib men boray. Ijozat qilg'aylar. Yaraysizlar. Uyg'ur qo'shini haqiqatan tangdasiz qudratli qo'shinga. Bu qo'shin bilan Andoshani mag'lub qilishga bo'ladiganligiga endi to'liq ko'zim yetdi. Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'zahoji, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, nazoratchi Gulbahor G'upur. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizni ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar.